Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon va onaxonlar. Bugungi videomizda sizlarga pensiya kartalaringizni zudlik bilan almashtirish zarurati, bu jarayonning yashirin xarajatlari va agar oz vaqtida harakat qilmasangiz, sizni nimalar kutayotgani haqida atroflicha ma'lumot beramiz. Shoshiling, azizlar. Yangiliklar shunchalik shok holatdaki, eski pensiya kartalaringiz bir zumda, shunchaki bir bo'lak keraksiz plastik parchasi bo'lib qolishi mumkin. Oy oxirigacha Xalq banki barcha pensionerlardan shaxsan bank bo'limlariga kelib, chipli, yangi namunadagi kartalarga almashtirishni talab qilmoqda. Bu majburiy qayta chiqarish uchun sizdan yashirincha 35 ming so'm miqdorida komissiya yechib olinadi. Kimki bu jaziramada bir necha soatlik ulkan navbatlarda turishga ulgurmasa, keyingi oyda nafaqa pullarisiz qolishi, pulingiz shunchaki tizimda osilib qolishi mumkin. Eslab ko'ring, aziz otaxonlar, qadrli onaxonlar. Sizlar bu yurt uchun, shu tuproq uchun umringizni, kuchingizni, yoshligingizni ayamasdan fido qildingiz. 4-5 yoshimizdan kolxozlarda paxta terib, gozi chopiqlab, dalalarda peshona teri to'kkanlaringizni eslang. Qishim-yozin, jaziramada ham, qahraton sovuqda ham tinimsiz mehnat qilgan insonlar edingiz. Yurt tinchligi uchun, farzandlaringiz kelajagi uchun mashaqqatli hayot kechirdingiz. Sizlar urush yillarining ochlik va qiyinchiliklarini ko'rdingiz. So'ngra mamlakatni oyoqqa turgazishda gishtin-magishtin hissa qoshdingiz. Go'yoki sizning har bir nafas olishingiz, har bir tomchi teringiz shu mamlakatning mustahkam poydevoriga aylangan edi. 20, 30, 40, 50 yillar davomida bir umr halol mehnat qilib, davlat xazinasiga o'z hissangizni qoshdingiz. Qolingizga bir marta ham haqqi to'lanmagan o'sha mehnatlaringiz evaziga sizga bugun nima berilmoqda? Bir parcha plastik kartani almashtirish uchun bank eshigi oldida jaziramada soatlab turish, ustiga ustak o'z haqqingizdan 35 ming so'm komissiya to'lashmi? Shu adolatmi? Bizning jamiyatimizda keksalarga bo'lgan hurmat, ularning xizmatlarini e'tirof etish qon-qonimizga singib ketgan, ammo amalda bu hurmatni qayerdan qidirish kerak? Sizlar qanday qilib yoshligingizdan mehnat qilganingiz, qaysi sohalarda ishlaganingiz haqida bizga yozing. O'sha paytlar qanday qiyinchiliklar bilan ro'zg'or tebratgansiz? Bugungi kunda o'z mehnatingizga munosib hurmatni his qilyapsizmi? Har biringizning hayotingiz bir doston. Biz buni bilishimiz, yosh avlodga yetkazishimiz kerak. Izohlarda o'z hikoyalaringizni biz bilan bo'lishing, toki biz hammamiz sizning qahramonliklaringizni eslab qolaylik. Aziz yurtdoshlar, agar siz ham davlatning bu kabi g'ayrioddiy va ko'pincha adolatsiz qarorlari haqida birinchilardan bo'lib xabar topishni, huquqlaringizni qanday himoya qilishni bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerdan siz uchun eng muhim huquqiy maslahatlarni, qonunlardagi o'zgarishlarni va davlat idoralari bilan o'zaro munosabatlarda qanday to'g'ri harakat qilish kerakligini bilib olasiz. Zero ma'lumotli bo'lish bu o'z huquqlaringni bilish va ularni himoya qila olish demakdir. Keling, avvalo bu vaziyat qanday qilib yuzaga kelganiga bir nazar tashlaylik. Ilgari pensiya kartalarini almashtirish juda sodda jarayon edi. Yangi karta kerak bo'lsa, bankka borardingiz, arizani to'ldirardingiz va ma'lum bir muddat ichida kartangiz tayyor bo'lardi. Ko'p hollarda komissiya olinmas edi yoki juda arzon narxda edi. Banklar pensionerlarga alohida e'tibor berishga harakat qilar edi, chunki bu ularning ijtimoiy mas'uliyati hisoblanar edi. Qolaversa, texnologiya bu qadar rivojlanmagan bir davrda hamma narsa insonning bevosita ishtirokini talab qilar edi. Ammo hozirgi kunda axborot texnologiyalari shunchalik rivojlanganki, har qanday hujjatni, har qanday kartani uydan chiqmagan holda olish mumkin bo'lgan sharoitda, pensiya jamg'armasi va Xalq banki sizdan shaxsan bankka kelishingizni talab qilmoqda. Nega? Nega aynan eng himoyasiz qatlam bo'lgan keksalarimizni qiynashga urinishmoqda? Axir hozirgi onlayn degan zamonda, masalan, yoshlar o'z kartalarini hatto telefon orqali buyurtma qilib, uylariga yetkazib berishlarini so'rashlari mumkin. Lekin gap pensionerlar haqida ketganda, birdaniga shaxsan keling degan talab paydo bo'ladi. Bu qanday ahvol? Bu zamonamizning insonparvarlik tamoyillariga to'g'ri keladimi? Yo'q, albatta. Pensiya jamg'armasi va Xalq banki bu yangilikni, xavfsizlikni oshirish va pul mablag'larining ishonchli himoyasini ta'minlash bilan izohlamoqda. Lekin chinakamiga bu qanchalik to'g'ri?
Chipli kartalar albatta himoyalanganroq bo'lishi mumkin, ammo bu jarayonni majburiy qilib, ustiga ustak komissiya undirish bu odamlarning ahvolini tushunmaslikdan boshqa narsa emas. Bu faqatgina davlat idoralarining oz qulayliklarini o'ylab, xalqning qiyinchiliklarini inobatga olmasligini ko'rsatadi. Axir bitta kartani almashtirish uchun 35 ming so'm komissiya olish bu juda katta mablag'. Bu pul biror bir oila uchun bir necha kunlik non, dori-darmon, yo'l-kira yoki bir marta bozorlik qilishga yetishi mumkin. Ko'pchilik pensionerlarning pensiyasi hozirgi kunda ham minimal darajada bo'lib, ular har bir tiyinni tejab yashashga majbur. Ular uchun bu 35 ming so'm katta yo'qotish. Mana shu yerda biz davlatning gamxo'rligining asl qiyofasini ko'ramiz. Keksalarimiz borimiz, hurmatimiz degan shiorlar qayoqda qoldi? Faqat bayram kunlari quruq tabriklar bilan qutilishmi asl gamxo'rlik? Hozirgi kunda pensiya oluvchilarning turli toifalari mavjud. Ularning ba'zilari uchun bu vaziyat ayniqsa og'riqli. Kimlar xavf zonasida? Eng avvalo yoshi 90 yoki 100 dan oshgan, kasalmand, uydan chiqishi qiyin bo'lgan keksalarimiz. Ular ko'pincha yordamisiz bankka bora olmaydilar. Ularni olib boradigan odam topilmaydi. Mana Farg'ona viloyatida yashayotgan 100 yoshga yaqinlashgan Halima buvining misoli. U umr bo'yi kolxozda paxta terib, 2 urushni boshidan kechirgan, 5 farzandni katta qilgan. Bugun esa oyoqlari qaltirab, ko'zlari yaxshi ko'rmaydi. Mahalla raisi uning holatini bilsa ham, u uchun bankka borib kartasini almashtirib berishni hech kim o'ylab o'tirmaydi. Yoki mana yana bir misol. Topolangli qishloqda yashovchi 70 yoshli Qosim bobo umr bo'yi maktabda o'qituvchilik qilgan, minglab o'quvchiga ilm bergan. Hozirda yolg'iz yashaydi, nogironlik aravachasida. U qanday qilib 20-30 kilometr yo'l bosib, shahar markazidagi bankka boradi? Axir uning yo'l kirasi va u yerda bankka kirishdagi yordamchi kuchi qanchaga tushadi? Bu haqda hech kim o'ylamayapti. Shuningdek, shahardan uzoq qishloqlarda yashovchi, transport muammosi bor pensionerlar ham xavf ostida. Ularning ko'pi avtobusga yoki taksiga pul topa olmaydi, piyoda borishga esa kuchi yetmaydi. Tashvish ustiga tashvish, ularga komissiya to'lashdan tashqari yo'l xarajatlari ham qo'shiladi. Bu ularning pensiya mablag'larining katta qismini tashkil qilishi mumkin. Ammo shuni ham unutmasligimiz kerakki, ba'zi pensionerlar toifasi uchun bu jarayon kamroq og'riqli bo'lishi mumkin. Masalan, nisbatan yoshroq pensionerlar, yana 60 yoki 70 yosh atrofidagilar, ular hali o'z kuchlariga ega, shaharda yashaydigan yoki farzandlari yordam beradiganlar. Ularga bankka borish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Ayrimlar uchun hatto pensiya ko'tarilgani haqida xabarlar ham bor. Pensiya jamg'armasi va davlat idoralari yil boshida yoki iyun oyida pensiyalarni ma'lum foizga oshirishni va'da qiladi. Bu asosan inflyatsiya darajasiga mos ravishda amalga oshiriladi. Shu sababli kimningdir pensiyasi 1200 ming so'mga, kimningdir 1,5 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Ammo bu kichik miqdordagi ko'tarilishlar aslida hayot narxi bilan solishtirganda umuman sezilmaydi. Ayniqsa kommunal to'lovlar, oziq-ovqat narxlari, dori-darmon narxlari keskin oshib borayotganini hisobga olsak. Oddiy misol, bugun 1 kilogramm go'sht qancha turadi? Yoki dorixonalardagi eng zarur dori-darmonlarning narxlari qanchaga yetdi? Bizning otaxon va onaxonlarimiz uchun bu har bir tiyinning qadri borligini bilgan holda, bu qadamni qanchalik gamxo'rlik deb atashimiz mumkin? Aziz qadrdonlar, pensiya bu shunchaki pul emas. Bu insonning butun umri davomida qilgan mehnatining mevasi, keksalikdagi tayanchi, o'zining qadrini his qilish imkoniyati. Bizning keksalarimiz donolik manbai 60 bilan bugunni bog'lovchi ko'prik. Ular o'z hayotlari davomida juda ko'p narsalarni ko'rishgan, juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirishgan. Ularning har birining yuzida, qo'llarida shu yurt uchun to'kilgan ter izlari, kechirgan tashvishlarning asorati bor. Biz ularga yosh avlod sifatida qanchalik hurmat bajo keltiryapmiz? Ularning hayotini qulaylashtirishga qanchalik harakat qilyapmiz? Mana hozirgi vaziyatni olaylik. Bank navbatlarida ko'z yoshlarni artib turgan bir kampirni ko'rganimizda, yoshligimizda bobolarimizning oqsoqol bo'lib torda o'tirganini eslaganimizda ichimizdan nimadir uziladi. Bu bizning madaniyatimizga, o'zbek mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Bizda keksalarga hatto yo'lda uchrasak ham salom berish, yordam qo'lini cho'zish odat tusiga kirgan. Ammo davlat idoralari xuddi bu qadriyatlarni unutib qo'ygandek ish tutmoqda.
Bu xalqning bag'rikengligini sinashdan boshqa narsa emas. Bu faqatgina pensionerlarni emas, balki butun jamiyatimizni, milliy qadriyatlarimizni oyoq osti qilish bilan barobar. Siz ham shu fikrga qo'shilasizmi? Davlatning bu kabi harakatlari bizning milliy mentalitetimizga mos keladimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir so'zingiz biz uchun juda muhim. Endi esa azizlar, bu vaziyatdan qanday qilib o'zimiz uchun eng kam yo'qotishlar bilan chiqish yo'llarini ko'rib chiqaylik. Garchi bu jarayon majburiy va noqulay bo'lsa-da, pensiyasiz qolmaslik uchun harakat qilishga majburmiz. Birinchidan, zudlik bilan harakat qiling, ammo sabr bilan. Hozirgi vaziyatda kechiktirishga haqqimiz yo'q. Pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan oy oxirigacha bo'lgan muddat juda qisqa. Shu sababli imkon qadar tezroq Xalq bankining o'zingizga yaqin filialiga boring. Ammo bankka borishdan oldin telefon qilib yoki imkoni bo'lsa, mahalla faollari orqali navbatlar haqida ma'lumot olishga harakat qiling. Ehtimol, ba'zi kunlarda navbatlar kamroq bo'lishi mumkin. Masalan, banklar ertalab ish boshlashi bilanoq borishga harakat qiling, chunki keyinroq odamlar soni ortib ketadi. Yoki kunning ikkinchi yarmida odamlar kamayganda borib ko'ring. Ba'zi banklarda navbat olish uchun elektron tizimlar bo'lishi mumkin, ammo aksariyat hollarda bu faqat markaziy filiallardagina mavjud. Shuning uchun tayyor bo'ling. Ikkinchidan, kerakli hujjatlarni tayyorlab boring. Bankka borishdan oldin shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportingizni, eski pensiya kartangizni va pensiya guvohnomangizni tayyorlab oling. Bu hujjatlar sizda doim yoningizda bo'lsin. Ba'zi hollarda bank xodimlari qo'shimcha ma'lumotlar so'rashi mumkin. Masalan, yashash joyingiz haqidagi ma'lumotlar. Oldindan tayyorlangan hujjatlar jarayonni tezlashtiradi va ortiqcha sarsongarchilikdan qutqaradi. Unutmangki, bank xodimlari ham inson, ularning ham o'z vazifalari bor. Ularga xushmuomala bo'lishga harakat qiling, ammo o'z huquqlaringizni ham biling. Uchinchidan, yordam so'rashdan tortinmang. Agar yoshi ulug' bo'lsangiz, jismoniy holatingiz og'ir bo'lsa, yolg'iz bo'lsangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki mahalla qo'mitasidan yordam so'rashdan tortinmang. Mahalla raisi, oqsoqollar, yoshlar yetakchilari sizga yordam berishga majbur. Ayniqsa 100 ga yaqinlashgan yoki nogironligi bor keksalar uchun mahalla mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kerak. Bu bizning jamiyatimizning qadriyati. Ularga vaziyatning jiddiyligini tushuntiring. Ular sizni tushunishlari va yordam berishlari shart. Ba'zi banklarda agar siz shaxsan kela olmasangiz, ishonchnoma asosida yaqin qarindoshingiz kartani almashtirib berishi mumkin. Ammo bu holatda ham avvalo bank bilan bog'lanib, aniq ma'lumot olishingiz shart. Chunki banklar har xil talablarni qo'yishi mumkin. Agar ishonchnoma talab qilinsa, notariusga borib rasmiylashtirishga to'g'ri keladi. Bu esa yana qo'shimcha xarajat va vaqt talab qiladi. Shuning uchun iloji boricha o'zingiz borishingiz tavsiya etiladi. To'rtinchidan, komissiya masalasida ehtiyot bo'ling. Sizdan 35 ming so'm komissiya yechib olinishini biling va bu haqdagi kvitansiyani yoki chekni talab qiling. Agar bank xodimlari bu haqda indamay o'tib ketmoqchi bo'lishsa, bu pulni nimaga va nima uchun yechib olinayotganini aniq so'rang. Bu pul aslida pensiya jamg'armasi tomonidan qoplanishi kerak bo'lgan xarajat. Bu to'lovsiz, ya'ni xalqning zimmasiga yuklanmay, davlatning o'zi bu xarajatni qoplab berishi lozim. Bu sizning huquqingiz. Biz bu masalani yuqori organlarga ham yetkazishga harakat qilamiz, ammo hozircha o'zingizning pulingiz qayerga ketayotganini bilishga haqlisiz. Agar sizga chek bermasalar, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. 5-dan, pensiyangiz osilib qolmasligi uchun ehtiyot choralari. Agar oy oxirigacha kartangizni almashtirishga ulgurmasangiz, pensiya pullaringiz tizimda osilib qoladi, ya'ni keyingi oyda pensiya olmay qolishingiz mumkin. Bunday holatda siz bankka murojaat qilib, osilib qolgan pullarni olish uchun ariza yozishingizga to'g'ri keladi. Bu ham qo'shimcha vaqt va nerv talab qiladi. Shuning uchun imkoni boricha muddat tugamasdan kartani almashtirishga harakat qiling. Agar pulingiz osilib qolsa, bankka borib, ularni qachon va qanday qilib olish mumkinligini so'rang. Pulni qo'lingizga naqd qilib olish imkoniyati ham borligini bilib oling, chunki yangi karta tayyor bo'lmaguncha siz pulga muhtoj bo'lasiz. Va nihoyat, azizlar, savol tugiladi. Bu barcha sarsongarchilik, bu yashirin to'lovlar, bu navbatlar bizning otaxon va onaxonlarimizga munosib hurmatmi? Bir umr bu yurt uchun mehnat qilgan insonlarga davlatning gamxo'rligi shumi?
Siz oz mehnatingizga, oz umringizga berilayotgan bu qadrdan rozi bo'la olasizmi? Izohlarda oz fikringizni aniq va ochiq yozing. Biz har biringizning ovozingizni eshitishni istaymiz. Unga quloq tutishimiz, eshitishimiz shart. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim.